yillar davomida shu holatda odat singari yashadingiz. Endi men hozir ochiqcha bir ikkita gap gapiraman, o'chiring. Shu men sizga rahmat aytmoqchi edim. Shu 10 kun davomida menga darslarni berganingiz uchun. Amin. Hammalaringiz yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Siz ham farzandlaringiz baxtiga avvalo sog' bo'ling. Mana shu farzandlaringizni ham hammasi sizlar farzandlaringiz uchun. Duoyingiz ham katta yigit bo'lsin. Qizlaringiz, o'g'llaringiz hammasi. Bu qizlaringizga ham omad tilayman. Hayotda ham, ishda ham. Hammalaringiz doim tilang, sadoqat, vafo tilang. Bu kasbga mehr tilang. Shu kasbga mehr qo'yib Murodga o'xshagan hamma yoshlarda hammasiga yordam berib, sababchi bo'linglar. Hammalaringiz, sizlar charchamangizlar. Eshiklarimiz sizlar uchun doim ochiq. Toshkentga kelsangiz bemalol ko'ryapsiz. Botir ham, boshqa ham o'qib ketgan bo'lsa ham kiryapti. O'qishlaringizga rivoj, yuzingizni doim yorug' qilsin. Hamma niyatlaringizga shu farzandlaringiz sizni yetkazsin. Surxondaryoga borganlaringizda mehmon qilamiz. Borasiz. Boraman, shu yil albatta boraman. Hammalaringiz borsizlar. Oq yo'l. Amin. Charchamangizlar. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Eshiklarimiz ochiq, yana kelinglar, ha? Хорошо? Xo'p, rahmat. Kattakon. Charchamangizlar.